xavfli yo'llarni ko'rsatamiz. Dishka deydi. D yo'li. Fransiyada eng kichkina yo'llar D harfi bilan belgilanadi. Hozir yuk tushirayotgan joyimgacha 9 kilometr bor. Juda mayda yo'ldan ketyapman, iloji yo'q. Hamma tarafni ko'rdim, boshqa borayotgan katta yo'l yo'q. Eng kattasi mana shu yo'l. Eng katta yo'l shu yo'l, shuni juda xavfli tog'lar o'rtasida ketyapman. Sizlarga ko'rsataylik, video olyapman. Telefon daryo bo'layapti-ku, chunki yo'l dirilloq yo'lda qimirlayapti yo'l. Yo'lni ko'ryapsizlarmi? Toqqa qarab chiqib ketyapti. Tepaligi 23 tonna yukimiz bor. 300 litr, 250 litrli bochkalarga solingan, nima yukligini bilmayman, suyuqlik. Adir bo'lishi ham mumkin. Adirimiz bor, alhamdulillah. Adir sertifikatimiz bor. 250-300 litrli bochkalarga solingan yuk. Ko'ryapsizlar, ana. Ko'rdingizlarmi? Ana sizlarga surpriz. Mashina ketib qolyapti, furalar mana. Tog'ni o'rtasida ketyapmiz-da. Burilamiz, yuramiz, burilamiz. O'zim juda ko'p ekan. Boya yo'lda o'zim sotayotgan joy bor ekan. Vaqtim kam uchun to'xtamadim. O'zi vaqtim o'tib ketgan. Xudo xolasa hali qaytganimizcha to'xtab o'zim olamiz. Hozir borib yukni tushiraylik. Bir joyga to'xtab produkt ham qilishimiz kerak. Bitta ham non yo'q edi, ovqatni bir kosa ovqatni isitib o'zini ichdik, nonsiz. Odam qorni chiqib ketadi. Nonsiz esa birdan qorni chiqar ekan. Chiroyli joylar ekan, bir video olib qo'yayin. YouTube'dagi kuzatuvchilar ko'rsin dedim-da, qizg'anchiq bo'lmaylik dedim-da, bir xursand qilib qo'yaylik odamlar dedim-da. Xudo xolasa ko'rasiz, qo'yamiz. 5 minut bo'lami, 6 minutlik video bo'lami. 40-50 ketyapti. Deshga mayda yo'lchalarida. Boya juda xavfli shaharlar ichidan o'tdim. Videoni sal kechroq qo'shdim-da. Hozir yuk tushirayotgan joyimda ham kichkinagina bir shaharchadan o'tamiz. Kichkinagina shaharcha, qishloqchadan o'tib boraman. Oz qoldi o'zi. 50 ketyapmiz tezlik. Velosapichi akamiz tog'ga tepaga qarab velosaped edib ketyapti. Velosaped balonni ko'rsangizlar 20lik shlankadan ham yuqa. Qarang, mashalloh, yuqa. Shunday yuqa velosaped. Baloni shunday yuqa bo'lmasa, tog'ga qarab chiqolmaydi hamda velosaped. Juda yengil velosaped. Tepalikka mashinalar chiqadi, velosaped haydab chiqishni o'zi bo'laman. Hali ham riski podiyam emas. Riski birdan ko'tarilmagan. O'lik podiyam, asta-asta tepalikka chiqib ketaverasiz. Mashinada ham jon chiqib ketadi, shunday o'lik podiyamda. Asta-asta 50 ketyapti-da, qilib mashina. Fransiyaning Marsel shahridan o'tgan Monakka bilan Marselli tog'lari o'rta. Mana shu joylarda ketyapmiz. Bepoyon dalalar. Bepoyon dala tog'lar. Opa nima bu yerda to'xtab turibdi. Mashina buzilgan. Mama ekan, opa ham qari mama. Ular 70-80 ga kirgan fransuz momalari ham bosh yalang qizdek kiyinib yuradi. Bir qarashda bu 30-40 yoshli ayolmi deysiz, o'zi bir 70-80 yoshli momo bular. Ko'ngil yosh deydi-ku. Bunday gapda. Mana burunlar ham riski burun. Ko'rinmaydi oldi. Nima kelyapti, nima ketyapti. O'zim juda ko'p ekan. Olma o'zim ekkan hammasi toqqa. O'zim bog'lar. Qaraysiz, riski bor ya. Sekinlashtirmasa mashina bor. Puchkalar o'ynab ketmasin. 250-300 kilolik puchkalarga muzlagan